Assalomu alaykum aka. Va alaykum. Kelarding? Kelyapman aka ishdan chiqib. Oylik oldingmi? Bekorga kelmagandirsan? Oylini ertaga berishar ekan. Adammi, sinani ko'rgani keldim aka. Esingdan chiqmasin-a. Ketdi. Nima jinnili bu, nima qilyapsan? Voy aka, nima qilibdi? Adam oyoqlari kir bo'lib ketibdi, shunga yuvib qo'yib. Ada, assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Pochcham yaxshimidi? Hamma yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ishlaring joyidami? Bo'ldimi? So'rashib bo'ldilaringmi? Aka, men bo'ldim. Keling, adamni joylariga olib qo'yaylik. Nima? Bitta mana adammi? Mana ukangga. Короче, lop keldilaringmi? Men bu otamizni boqib o'tirishni o'zi bo'tganing, oldingi oy bergan pullaring dor-darmondan ortmadi. Dahmazasiz. Mazza qilib yashayotgan bo'lsalaring, pulni tezlashtiriladi. Berayotgan bo'lsalaring, o'zlaringning otalaring uchun beryapsizlar. Muhammad Yusuf. Ha, de. Bolam miyalarim otilib ketayapti. Shuni boshoru dori bilan suvab ber. Xo'p, nech pul berasiz? Nima deganing bu? Dodamga qarayotganingiz uchun ammam bilan amagimdan pul olsiz. Aytganingizni qilayotganim uchun sizdan ham pul olsam nima qildi? Badal qattin bukkanlar, ona yoshin to'kkanlar, o'lmay kafan tikkanlar, o'z umrini qiydilar, qaytar dunyo deydilar.